Üzgü tınıqlar. Abdori Asılxan Hasanov. Birinci qism Baytoqayga yetkilib chiqish. 7. bölüm. Şu yili qish kunlarining birida ishqa ketivatsam, kiyimlari jul-jul Shakir saqchi tuyuqsiz oldimga chiqib qoldi. Gerçi chiroyi qop-qora bo'lsa-mu tonib oldimda, yugurib oldiga berib, karnidan siqdim. Meni tonudingmi? Hey, lalım xotinning balasi. Meni mushalga qo'ygan sen emasmiding? Seningmi buguning bo'ladi ekan-a? Gelingdan bo'g'ibli qo'yaymi guyning balasi? deb g'azab bilan silkishlashga boshladim. Shakir saqchi qo'rqib ketganidan lag' titrab yolvurishga boshladi. Üç balam va qiri onamning yuzini qilib, bir qo'shiq qinimdan kechkin. Men san qilgan askilikimning qisosini tortibyapman. Meni kechirgin deb oldimda tizlanib yolvurdi. Shuning bilan qo'limni sal bo'shtib, nima bo'lib bu yerga kelib qolganligini so'rdim. Uning deyishicha, nopos berish bahonasida boshqalardan pora yeganlikka pash bo'lib qilib, 3 yillik kesilib bu yerga kelib qopti. Bu gapni anglab, azroq ichim og'ribmi qoldi. El qisasi minal haq. Bo'pti, senmo ko'rgilikingni ko'r. Lekin buda ko'zimga cheliqquchi bo'lma, deb qo'yivetdim. Asli shu yerdala bishini tosh bilan ezib, jinini ilib, xongning ostida avorchilikqa uchirdi desammo, hech kim surishti qilmaydi, deb so'zini to'xtatdi Nizaxon aka mag'rur holda. Men bu hikoyalarni anglab, ko'z oldimdagi bu qamlashgan chiroydan qaysarlikka chiqib turgan, qo'rqmay saqchilarga mush atalgan botir kishiga cheksiz hurmat bilan qardim. Shundoq qilib, savol so'roqsiz Xongda va Ko'ktatliqlarda 22 oy ishlagandan keyin yig'ilish punktiga topshirilgan. Keyin mushu yeziga o'rlashib qolgan Nizaxon aka har qitimliq siyosiy harakatlarda Baydixon pomishklar qatorida lükchak, logay hesaplanib, rejimda ishlab, ya yurtiga qaytalmay, ya shodi taqsimotidan pul oshmay, ya xotin ololmay, Yunuslarning mushu 2 qizliq uyida bo'ytoq yashab etibdi. Men g'uljiga qechib chiqqanda ayolim eg'ir oyoq qolgan edi. Keyin o'g'limning tug'ilganligini angladim. Berib ko'rib kelay deb bo'lg'icha nopos vaqasi chiqib, Logay Nongchangdagi vaqtimda ayolimga xat yozib, ajrashib ketdim. Bir oycha bo'ldi, cho'ng yig'inda o'zimni tekshirib, xatoligimni tunib, buningdan keyin partiya va mavjushining sodiq dehqoni bo'laman deb va'da qilgan edim. Xizmat gruppasidagi Xitoylar va ko'pchilik pozitsiyasi yaxshi deb meni jin shaytonlardan ayirib chiqarib ozod qildi deb hikoyasini oxirlashtirdi. Men tova dedim. Bu mahallaning hamma odamlarining mushundaq sarguzashtlari bormidi? Men o'ginishga tegishlik Kommunistik partiyasining texmi to'liq tushunishga tegishlik nurg'un ishlari bor o'xshaydi deb o'ylab qoldim. Yunus bilan yig'indan qaytib, mungdishib, birinchi to'xi chillig'icha ishkarki uyda o'ltadik. Mening nurg'un savollarni so'rg'im kelatdi. Ammo yanala ehtiyot qilatdim. Shundaqdimi, asta dadingizning qo'liga nima bo'lgan deb ehtiyot bilan so'rdim. Yunus sal-pal qimirlab qo'yib, "Ha, adash, dadam yosh vaqtida 1944-yildagi Gomindanga qarshi Sharqi Turkiston milliy ozodlik ko'rishida Harambog' urushiga qatnashgandan keyin Sharqi Turkiston milliy armiyasiga kirgan ekan. Shixo urushiga qatnashib, 12 ming Xitoy armiyasini bitchit qilib, urushga qatnashgan 5 ming armiyadan
700 nəfər cəngçi ofitserlərni qurban berib, dadamның qo'liga o'q tegib, qo'lini doktorlar kesivətgan ekan. Shuningdan keyin inqilob mag'lubiyatga uchrab, Qizil Xitoylar kelib, turlik tuman yili nayranglar bilan milliy armiyani bekor qilib, tarqitib keyin dadam oralla jinini saqlab, yezimizga qaytib chiqqan ekan. Mana endi Yusuf Cho'loq deb atilib, ro'yi va jismoniy azobda yashab kelmoqda. Lekin o'zining harbiylarga xos ro'yi holatini hargizmi yo'qotmadi. Agar siz bilan bakrak sirdashib qolsa, ko'p narsalarni so'zlab beridi, dedi Yusuf tushundirib. Pah, dadingiz qaltis odamkan. Mushundaq dadingizning bo'lganligidan faxrlansangiz bo'lg'idak. Menmi qayta tarbiyani mushundaq dadingizdek azmatlardan olsam to'g'ri bo'ladi ekan. Dadammo u inqilob haqida nurg'un hikoyalarni so'zlab beratdi. Men dadingizga chos berib hurmat bildirman, deb qo'limni ko'tarib hurmat bildirdim. Yunus kulib turib, nurg'un siyosiy harakatlarda tas qoldi, vayron bo'lg'ili. Dadamning sepdashlaridan nurg'unlari yerlik millatchi, bölgünchi degan bo'xtonlarga uchrab, ba'zilarini gomindangchi qarindoshlarimizni o'ltirgan deb urib o'ltirib etishdi. Shunga akam va men azroq daldisi bo'lar degan umidda aktivlik bilan partiya a'zoligiga o'tib olib, jon saqlab kelyapmiz. Hozircha har holda Xudoga shukr, bala qazolardan aman esan turibdimiz, dedi. Biz koni qadinaslardek mungdishib tong atay deb qolgannimi tuymay qaptiq. Ertisi saharda men Abduxalil akamning uyiga qaytib kelib, shaharga kirish uchun G'ulja Yamato tosh yo'liga chiqib, mashina to'sdim. Bu chaqlarda shahardan tayir yuziga maxsus qatnash yo'q edi. Faqat Mo'ng'ul ko'ra, tekas, to'qqiztara naillardan qaytadigan yo'lovchilar mashinasini to'sash kerak edi. Shahardan bu nailarga yoki nailardan shaharlarga kirib chiqib turadigan odamlar oz bo'lg'achqa, yo'lovchilar mashinasi haftada bir kun qatnaydi. Bu yo'lovchilar mashinalari bir zint bilan yepilgan qora mashinalar edi. Faqat yaqinqi yillardan beri ancha-muncha avtobusmo navbat bilan mangdigan bo'lgan. Shahardamo ko'cha avtobusi bo'lmaydi. 1965-yildan boshlab avtobus shirkati qurilib, ko'chada avtobus qatnashga boshladi. Bumi faqat ikkili yo'l avtobus edi. Nailaga asosan yuk mashinasi qatnaydi. Men soğuqda keşkichi yo'l bo'yida mashina to'sib turdim. Hech bir mashina to'xtamadi. Mo'ng'ul ko'ra, tekas, to'qqiztara nailardan kelayotgan yuk mashinalari bug'doy, qo'noq, qishcha, zig'ir, qarg'ay qatorliq el rayondan chiqadigan hamma boyliqlarni ishkir o'lkalarga elib ketyapti. Bu mashinalarni haydaydigan shoferlarning hammasi degudak Xitoylar edi. Ularning kapinkisi bekor bo'lsa-mu, Uyg'urlarni olmaydi. Men muzlab, titrab, kashkichi turgan bo'lsam-mu, mashina to'solmaganlikdan amalsiz Abduxalil akamning uyiga qaytib kirdim. Ah, Xudo, qandaqmi qilarmiz? Ota-onalarni seg'insak yoki jiddiy biror ish bo'lib qolsa, bu ahvolda shaharga qandaqmi kirarmiz? Biz nimandaq talaysiz insonlar. Biz o'z makonimizda turolmasak, kelgan yerimizning ahvoli bu tursa deb ig'ir tindim. Tayir yuzidagi shaharga Do'ngmaza orqali mangdigan yo'l faqat 68 kilometr keladi. Bu yo'llarning nacharligidan hatto mashinamo 3-4 soatlab yurishga to'g'ri keladi. Agar Yangitam, Oraostang, To'g'raq mahallalari harbiy yo'llari bilan mangsak 50 kilometrcha bo'lib,
bu yolda mashina mangolmaydi. At degende yana yo'l bo'yiga chiqib, mashina to'sqil turdim. Biroq peşim vaqtigacha birmi mashina to'xtamadi. Duyjang manga aran 5 kunlik ruxsat bergan tursa, bu ahvolda qandaqmi qilarman deb beshim qetib turganda bir yigit yenimga kelib, "Tünigundan beri mashina saqlayotganligingizni ko'rdim. Shaharga kiratdingizmi?" deb so'rdi. Men bu natonish yigitga qarab, "Ha" dedim. "Undaq bo'lsa adash, bu Xitoylarni osonla to'xtataman. Birdam saqlab turing" deb ketib qoldi. Bu yigit qandaq qila deb o'ylanib tursam, qo'lida puti bo'g'uqliq 2 dona to'xini ko'tarib tezlik qaytib keldi va yo'ldan o'tayotgan mashinalarga qarab qo'lidagi to'xini pulanglatdi. Xitoy shoför shu zamonla to'xtab kabinkadan yugurib tushib, "Qancha pul?" dedi. "Bala, birsi 2 so'm. Yana birsiga bu do'stimni shaharga olg'ach ketasan" dedi. Xitoy shoför xo'sh bo'lib, "Shing" deb to'xini oldi. Men kabinkaga chiqib o'ltadim. Yigit menga qarab, "Bu ajuji majujilarning insonligi mushinchiliklar. Salomat kirib chiqing. Mening etim Nabijon. Anglasam, mushu mahallaga o'rinlashir ekansiz. Do'st bo'lib qolamiz" deb xo'shlashdi. Men yigitning bu aqli va mardonligidan ta'sirlanib, uningga minnatdorlik bilan qo'l pulanglatib, shaharga qarab yurib ketdim.